Assalomu alaykum. Bu kesib tashlagan ampinli pelargoniyalarimiz hamma turidan bor bu yerda. Bularni ildizlatgani kesganmiz. Bu kesganimiz. Bularni oshiqchalari, bularni kesib tashlaganmiz, ildiz o'tmaydiganlari. Misol uchun bu yerda bu sulib qolgan ekan tanasi. Buni 2 kun 3 kun bo'ldida adashmasam kesganimizga sulib qolgan, bu befoyda chiritib yuboradi, shuning uchun qilmaganmiz. Hop, suvda ildizlatish, tuproqda ildizlatish. Hozir ikki xil variantini ko'rsataman. Bu yoqda turib ko'rsatishdan oson narsa yo'q, o'rgatishdan oson narsa yo'q. Lekin uyda qilayotganingizda e'tibor beriladigan joylari bo'ladi. Misol uchun o'ta issiq joyga qo'ymaslik kerak bo'ladi. Ba'zilar bor, havo aylanmaydigan derazani tagiga qo'yib qo'yishadi, quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushadi, aynib ketib qoladi, chirib ketib qoladi. Hozir bilganimizni aytamiz. Xulosani o'zingiz chiqarasizda, albatta foydali bo'ladi, xudo xohlasa. Bu kesib olganlarimiz shunaqangi holatda. Bunga nimasiga e'tibor beriladi? Bug'uniga. Bug'uni hisoblanadi bu. Bu ham bug'uni hisoblanadi. Hammasida bug'uni bor. Kesib olgan joylarimizni hammasida bug'uni bor. Bug'un deb, misol uchun barg chiqarayotgan joyi, shu yer bug'un bo'ladi. Buni qilib bo'lmaydi, shunga tashlab o'rganmiz. Misol uchun gul chiqargan joyi, bu yer ham bug'un hisoblanadi. Olib tashlaymizda, shu yeri bug'un hisoblanadi. Shu yerdan kesadigan bo'lsak, ildiz bu yerdan chiqishi osonroq bo'ladi, chirish kam bo'ladi. Agar shunaqangi holatda kesib turib qiladigan bo'lsangiz, bu chirib ketadi, 100% chiriydi bu. Ya 100% demaylik, 99% chirib ketib qoladi. Shuning uchun faqat bug'unni tagidan kesiladi-da, bug'unni tagidan qilinadi. Bu kerak emas bizga. Hozir kesganimizni xohlaganingizni oladigan bo'lsangiz, hammasi shunaqangi qilingan. Bo'ldi. Hop. Suvda shunchaki solib qo'ysangiz bo'ladi, suvni o'ziga. Suvni ko'p quymaysiz. Shunchaki solib qo'ysangiz bo'ladi. Karnavin bo'lsa, karnavin solsangiz bo'ladi. Hop, aktivированный уголь solsangiz bo'ladi. Aktivированный уголь gulni ildizlashiga yordam bermaydi. Noto'g'ri tushuncha borda, bizda ko'pchilikda bor, hammada bo'lmasa kerak. Aktivированный угольni vazifasi suvni aynitib qo'ymaydi. Suv aynimaydigan bo'lsa, ildiz otishi oson bo'ladi, gul chirib ketib qolmaydi. Gulni chiritadigan narsa suvni aynib ketishi bo'ladi. Undagi keraksiz bo'lgan mikroblarni o'ldirib beradi aktivированный уголь. Shuning uchun aktivированный уголь soladigan bo'lsangiz, yordam beradi. Karnavin bo'ladigan bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi. Bo'lmasa, shunchaki qaynatilgan dog' suvga, bo'lmasa ichimlik suviga, toza bakalashkalarda sotiladiganiga, ular distirlangan bo'ladi, solib qo'yasiz. Shunaqangi holatda bo'ladi. Bo'ldi. Quyosh tushmaydigan joyda turish kerak. Oynani orqasida turadigan bo'lsa ham, hop, quyosh tushmaslik kerak. Havo aylanmaydigan dim joyda ham turmaslik kerak. Achib ketish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Bo'ldi, shu holatda qo'yib qo'yasiz. Kimdadir 10 kunda ildiz otadi, kimdadir 20 kunda otadi. Sharoitga qarab ildiz otadi. Agar suv o'ta hidlanib ketib qolsa, uni tez almashtirish kerak bo'ladi. O'sha eng zo'r varianti aktivированный уголь soladigan bo'lsangiz foydaliroq bo'ladi. Lekin biz buni qilmaymiz. Usiz bizning ishimiz bitadi. Ikkinchi varianti, misol uchun olingan, bu bug'uni chuqur tiqmaymiz. Bu tuproq biogumус emas. Biogumusga qalamcha qilib bo'lmaydi. Biogumus o'ziga qalamcha qilib bo'lmaydi. Hop, tof aralashgan tuprog'imiz ozgina yengilroq bizni. Hop, chirinda aralashgan ozgina, tof aralashgan bo'ldi. Ozgina tuprog'i ham bo'lsa kerak. Lekin bunga ham men qilmayman. Bizni qiladiganimiz faqat tortda ildizlatamizda. Lekin uy sharoitida shu holatda qilsangiz bo'ladi. Mayli tuprog'i qizig'i yo'q, yengilroq bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Olamiz bug'un, chuqur ko'p tiqib o'rmaymiz. Misol uchun bug'un bu yerda bo'lsa, 1-2 sm chiqsak, bug'undan tashqari o'shani o'zi yetarli bo'ladi. Oldingda bo'ldi. Shu holatda. Tuproqda ildizlatayotganda
juda ham ko'pchilikda chirib ketib qolishining eng asosiy sababidan bittasi namlik ko'payib ketishi bo'ladi. Namlik ko'p bo'ladigan bo'lsa, gul chirib ketadi. Tagidan boshlanadi-da chirishi qorayib, oxir oqibat nobud bo'ladi. Shuning uchun tuproqda ildizlatayotganda suvni ko'p quymaslik kerak. Ozginagina nam bo'lsa, o'shani o'zi yetarli bo'ladi. Hal ko'pchilikda o'xshamasligining sababi ham shu. Vilchillab ketmaslik kerak. Qo'lga olib tuprog'i siqqaningizda suvi chiqmaydi. Lekin qo'lingiz nam bo'ladi. Shu namlik shunga yetarli bo'ladi. Uni bu yoqda gap bilan tushuntirish qiyin. Gap bilan tushuntirish qiyin. Uni siz o'zingiz his qilishingiz kerak. Uni qilayotgan odam bir marta qilasiz, xato qilasiz, ikkinchisida qilasiz, xato qilasiz. Lekin ikkinchi marotaba qilayotganingizda birinchi marotaba qilayotgan xatoingizni qilmasligingiz kerak. Oson qilish. Bo'ldi, shu suvga solganingizda aktivirованный уголь bo'lmasa dog' suvni o'zi ham bo'laveradi, karnavin bo'lsa zo'r bo'ladi. Tuproqqa qilayotganingizda namlik ko'payib ketib qolmaslik kerak. O'zini qilsangiz ham bo'ladi, karnavin bo'ladigan bo'lsa, karnavinga tekkizib turib ildizlatsangiz ham bo'ladi. Aloe bo'ladigan bo'lsa, aloe vera uzumimizni orasini ochib turib, tagini aloe veraga tekkizib, kesilgan joyini, misol uchun kesilgan joyini tekkizasizda, prosta shunchaki tiqib qo'yasiz, bo'ldi. Aloe verani bitta zo'r tomoni auksin moddasini ishlab chiqaradi. Gullada auksin moddasi ildiz otishiga yordam beradigan modda hisoblanadi. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi distirlab beradi. Har xil mikroblarni o'ldirib beradi. Ikkinchisi o'sha modda gulni ildiz otishiga yordam beradi. Bo'ldi. Bu bizni o'qiganimiz, biz o'zimiz sinab ko'rmaganmiz, lekin foydasi tegishi aniq. Aloe to'g'risida aytaman. Qolganlari hammasi sinovdan o'tgan. Shunaqangi usulda qilasiz, bo'ldi, muammo bo'lmaydi. Xudo xohlasa, albatta ildiz otadi. Ildiz otishi sizni sharoitingizdan kelib chiqib, 10 kundan 20 kun, 30 kungacha borishi ham mumkin. 30 kunda ham ildiz otadimi deyilsa, otadi. Sharoitga qaraydi u yog'i. Lekin eng halginaqa nima deydi, eng idealniy holati o'zi 10 kundan 15 kungacha natijalari ko'rinishni boshlaydi. Taglari oqaradi, suvda qilinganiki. Tuvadaniki ko'rinmaydi. Tuvakdagiga ko'rinish, stakandagiga ko'rinish uchun 20 kun, 25 kun vaqt ketadi. Suvda o'zi ko'rinishni boshlaydi. Bo'ldi, menimcha, ampinli geranni ildizlatish bo'yicha shu qoidaga amal qiladigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa muammosiz ildiz otadi. Tradiskansiya. Bu boshqacha sortda. Hop, buni ko'rsatayda. Bu yana boshqacha sortda. Bu ajoyib bo'lgan sortda, bu juda ham ajoyib bo'lgan sortda. Buni stakandagisini adashmasam 70 mingga oldim. Stakandagisini bu ozgina o'sib qolgani. Bu ham qimmat olganmiz. Bundan tashqari yana ikki xil zo'r sortlarim bor. Bundan tashqari hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'lsa, jami mana o'zimga yoqadigan, ko'rganingizda wow deydigan 6 xil sorti bor ekan. O'zimizni bozorda hali ko'p tarqashga ulgurmagan sortlarini aytaman. Buni oqini boshqachasi ham bor, u yoqmadi menga, uni ko'paytirganim yo'q. Bular yangi kelgan, xudo xohlasa. Yana ham ko'paytiramiz. Bu to'g'risida ham ozgina o'ylashib ko'rish kerak, yangi sortlarni o'zimizda chiqarishni imkoni bor. Uni ozgina yo'liga soldik, xudo xohlasa balki qilarmiz. Geyxeralar gigant sorti bu. Nargi geyxeralarimiz kompaktniroq bo'lsa, bular sal kattaroq bo'ladi, juda ham chiroyli bo'ladi. Rasmini qo'ygandim Telegramda ham, Instagramda ham. Bo'ldi. Menimcha hozir suhbatimiz, gapim cho'zilib ketib qoladi. Shu joyda tugatganimiz menimcha ma'qulroq. Ajoyib bo'lgan gul, Leona galaktika. Gerallarim oz qoldi. Gerallarimni
sortovoylari ajoyib bo'lgan sortlari tugab qoldi. O'zi soni oz edi. O'zi sonlari oz edi. Tugab qoldi. Ko'proq oddiylari bo'lsa kerak bu yerda. Telegram kanalimiz bor. Telegram sotuv kanalimiz ham bor. Telegram chat gruppamiz ham bor. U yerda shu kimlardir nimadir savollarni berishadi. Savol javob qilib turamiz. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, o'tib bilan olsa bo'ladi. Hammasi Pitoniya Namangan. Instagramda ham 100 mingga yaqinlashib qoldik. Lekin eng sodiq klientlar, eng sodiq uzr ming bor klientlar deb anaqa qo'yinman. Eng sodiq obunachilar, eng sodiq kuzatuvchilar YouTube bilan Telegramda bo'lsa kerak. Mana shunaqa deb o'ylayman. Sababi sizni videoyingizni 10 minutmi, 15 minutmi ko'radigan, qanaqadir o'ziga foydali ma'lumot oladigan odamlar YouTube'da bo'ladi. Telegramda ham xuddi shunaqa, menimcha Telegramda ham 2300 tami, 2350 tami odam bo'lsa kerak. U yerda ham mana shu vafodorroq odamlar bo'lsa kerak. Mana bizga yaqinroq bo'lgan odamlar ulanib olishgan. Asli Instagramni ham yomon deb bo'lmaydi. U yerda ham 99 ming odam ozgina emas, menimcha. Gapim cho'zilib ketdi. Ma'lumot albatta foydali bo'ladi. Sinab ko'rish kerak. Eng asosiysi ildizlatayotganda qizig'i yo'q, nimani bo'lsa ham xato qiladigan bo'lsangiz bo'ldi. Ikkinchi marotaba o'sha xatoyingizni qaytarmaydigan bo'lsangiz, albatta usta bo'lasiz. Albatta o'rganasiz. Bo'ldi. Omonlikda ko'rishaylik, joningiz sog' bo'lsin. Ilohim xonadoningizda doim tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik bo'lsin. Rahmat kattakon.